Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar. Mana bugun 70-sonli ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflar mavjud bo'lgan umumta'lim maktabimizning 4-A sinf o'quvchilarining bitiruv oqshomiga avvalambor barchangizga xush kelibsiz deymiz. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qizimiz shirin so'zlari, aqli rosa bilimga tashna, kulib turar charos ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroq shu bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. Endi hammangizga ruxsatingiz bilan davramizga 4-A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Ochib berish uchun so'z navbatini maktabimizning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Mambetov Xursandbekka beramiz. Assalomu alaykum hammangizga, hurmatli o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Ana bugun bir maktabimizda shunday bir ajoyib tadbir bo'lyapti. Shu o'quvchilarimizdan haydaming yaqinda ko'zlariga yeb turib, birinchi sinfga qabul qilib, qopga berib. Hadami 4 yil o'tib qolibdi. Katta bo'lib, xudo xolasa keyingi boshlang'ich tugatib, katta sinfga qadam qo'yadilar. Men o'quvchilarni tabriklaymiz. Ustozlarni tabriklaymiz. O'quvchilarimizning keyingi o'qishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shu o'zlarini shu maktabda o'qigan olalari, akalarini o'xshab yaxshi o'qib, o'qishlarga kirsa tilakdoshmiz. Hammangizga katta rahmat. Tadbirni nasib e'lon qilamiz.
albatta ustoz tashlagan yo'l, ustoz qadam qutlug', ustoz odamday ulug'. Endi navbatni ustozlar haqidagi qo'shiqqa beramiz. Siz muallim inson uchun, har bir ilmu fan uchun rahnamosiz, bilim bizlar uchun qadri baland muallim. Tillar sizga ham nafas, qog'oz kitob uyulgan, qo'lingizda siyohdan dil mehringiz quyilgan. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz-ku yuraklarda ilik ziyo yoqqan, olimmi, shoirmi yo san'atkor, ilik bor sizga tomon ustoz deb boqqan. Baholar a'lo yaxshi, ayamaysiz maqtovni, charchamaysiz, hormaysiz, sabringiz bilan to'g'ri. Endi esa navbatni qizlarimiz ishtirokidagi xususiy raqsga beramiz. Come
köz edim. Saf özgürlükleri, o hamsiya anadır, ilmi okutman kastida, ilk canedir. Aqlimizga nur ziyo, mehribon qadar go'yo, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Buyuk Alisherbek buzib etgan inson, savob o'rgatdingiz qancha ranj bilan to'lab bo'larmikan bu qarzni ahvol, buzib bo'larmikan 100 ta ganj bilan. Bizning O'zbekiston davlatimiz bilamiz hammamiz ko'p millatli xalq. Turli xil millat vakillari ahillikda, inoqlikda yashab kelmoqda. Hozir millatlar raqsidan turkmancha raqsimizni stakançıklara üçsüne kola salıngan, üçsüne salınmagan. Bir yandan üçsüne salıngan, üçsüne salınmagan. Şimdi siz algı tamamla size. Size dörtsüle. Şimdi yine birisi gelsin. Gelin bu kadar. Şimdi şurada eşit balamız bir rəhbə. Baba söyleseniz de size annelerinize kalıp böylesiler. Şu kola salıngan stakançıktan bittesini kozlatkan halda fakat bittesini uşaysılar. Lekin birisine kola salıngan, birisine kola salınmagan.
birisine kola salıngan, birisine kola salınmagan ahvola getirip beringlar. Lekin fakat bir destakanı qo'zg'atasizlar, bir destakanı. Bir marta. Lekin shunda bittasida kola salıngan, bittasida kola salınmagan ahvola getiringlar. Tushuntirdimi? Tayyormisizmi? Bittasini qo'zg'atamiz. Yo'q, qalasi. Qaysi komanda g'olib bo'ldi? Kassakmi? Yaxshi bolalarimizni chiqaramiz. Endi esa navbatimizda o'g'il bolalar ishtirokidagi qamchiboz raqsiga beramiz. Shogirdlar har biri o'g'il qizingiz, oqbayda siz bergan non-tuzingiz, ularning yutug'i sizning yutug'ingiz, shu bois ko'zda yosh qalqib ketdimi?
ustoz dili bahori, buloq tabiag'i bori, ishongan suyanch tog'i, omon bo'ling ustoz. O'yin olarak sizga beramiz. Yüreğimde caylandı, ustazlarım sözleri, mektebim yollarında kaldı cacı izlerim. Yıllar sıranımı, saçınızdaki ak, yaki bolun yüksek, tegip gitti mi? Ez yolik yolunda, yarım. Gözünüz ona gelsin. Bir kuni shu izlardan boradim men kabi quchoq ochib kutib olgan uni ham Komil avlod sohibani yuksaltuvchi vatanni millatining sharaf shoni amal bo'ling ustoz. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing, 100 yillik mehnatlar huzurin ko'ring, shogirdlar baxtidan shod masrur yuring, ezgulik yo'ldan toplang ustozim. Sizgadir yurakda aslagan so'zim, tomonga o'tazimda turaman o'zim, zilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tomang ustozim. Yerinde
hafta ota-onani taklif etamiz. Bir işte ota-onaga ko'zingiz bog'langan holatda o'zingizni farzandingizni topasiz. Keling, kim o'zi sezib topolavergan? Ko'p oldingizmi? Birinchi siz başlayın. Birinchi durma. Yok siz tutturun. Sizden gelip yine bağlayalım. Özlerimiz alıp paramız yani. Araya kaçarak gidiyoruz. Araya. Oğlum olmalık. Anaş da kızım yaşlı kız lan mı ya? Kızım yaşlı kız lan mı? İşi verin ki. Hadi. Kızım. Tamam yok.
Ana bilen Bolalar uchun bolalarning boshlang'ich ta'limini tugallab, yangi yuqori sinfga qadam qo'yish arafasida turibdilar barchasi. Bu bilan barcha ota-onalarni avvalambor tabriklaymiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik, shu farzandlaringizdan neki orzu umid qilayotgan bo'lsangiz, ilohim ortig'i bilan yetkazsin. O'qishlarida bolalarga muvaffaqiyat, eng baland marralarni, eng yuqori cho'qqilarni zabt etish, har doim o'z qatorini oldida yurish hammasiga nasib qilsin. Endi bugungi tadbirimizda bolalarni, ota-onalarni tabriklash uchun so'z navbatini maktabimizning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi, sevimli ustozi, o'quvchilarni ayting mas'uliyatimizga beramiz. Hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlarim, sizlarni bugungi birinchi ustozim tadbiringiz bilan tabriklayman. Hammangizga sog'lik, keyingi o'qishlaringizda zafarlar tilayman. Yine sizlar shunday bir, men hozir madam aytaman muallimlar, sizlar deyman tarixiy bir nada turibsizlar, deyman baxtlisizlar. Sizlar ham yine birinchi zalda, birinchi tadbirda bu ham davlatimize ben minnettarmiz, shunday farzandlarimizni o'ylab shunday chiroyli kashalarni qurib bergani uchun va size albatta bu kashalarga labbay deb javob berib, eng oldingi o'quvchilardan bo'lasizlar deb niyat qilamiz. Bu maktabni sizlardan oldingi bitirgan har bir bitiruvchilarimiz 5-sinf o'tgandan a'lo baholarga o'qigan, bitirib, hozir katta yerlarda yaxshi bilimlari bilan obro' e'tiborli bo'lib, elning xizmatida yuribdilar. Bizlar ham sizlarga shunday o'quvchilarim bo'lib, shunday farzandlarim bo'lib qolishingizni tilayman. Bir hamma aytaman, bir ota-ona, bir ana farzandina ne tilasa shuni tilayman. Endi men aytaman, bular meni aqlli o'quvchilarim. Nima deganda, avvalgi sinflarimni hammasini özüm farzandlarim desem, bularni aqlim deb ko'raman. Nima desam, meni aqliklarim bilan deyman. Shuning uchun aqliqlarni yaxshi ko'rsangiz, shuni yaxshi ko'rasiz ekan. Bular bizning hayotimiz bir bo'lagi. Bizani bu boshqa o'qituvchilardan, kattalardan farqimiz, biza boladan boshqacha ko'z bilan ko'ramiz. Bular o'zimiz ham shunga bularga moslashamiz. Endi shu farzandlarimiz Allohim bir ana adresi şunu tilayman. Sağ salomat bo'lsinlar. Neki niyetlari bo'lsa, ota-onasi neki niyat qilgan bo'lsa, shu niyatlarga erishsinlar. Maktablarni bitirib, 11ni bitirib deb chaqirsalar, kelib tabriklash nasib qilsin. Institutga kirsa, uni tabriklash nasib qilsin. Hamisha yaxshi kunlarda bo'lish hammamizga nasib qilsin. Ustozlari Nargizaga sog'lik tilayman, mustahkam. Bundan keyingi hamisha hayotida sog' bo'lib, shunday farzandlarni kamala yetirib, bilim berib, bularning baxtidan, bilimidan quvonib yurish hammamizga nasib qilsin. Shunday farzandlar bo'linglar. Men ko'rganimda ko'zim quvonsin, eshitganimda quloqlarim quvonsin. Hammangizga sog'lik tilayman, yana bir marta tabriklayman. Bunday tadbirni tashkil etgan avvalambor shu yaxshi guruhingizga rahmat aytaman. Bularni tashkil qilishda ko'maklashgan ota-onalarga va sinf rahbarlariga rahmat aytaman. Endi bu yerda hozir boshlang'ich sinf o'qituvchilari bizlarni nomimizdan tabriklab qo'ying dedilar. Hammasi darsda, maktab kichik bo'lgandan keyin hammamiz dadamiz bizlar. Derslerimiz. Sizlerle arzu ustazlarınız namından tabriklayman. Hamisha sağ bo'linglar, shunday asal bo'lib yurgaysizlar. Sağ olun. Siz ham sog' salomat bo'ling. Endi tabriklash uchun so'z navbatini faxriy ustozimiz, mehmonimiz Muhammad Farzandlaringizni xayr birinchi ustozing degan tadbirni qatnashib qo'ygan.
hürmetli okutuvchilar, ustozlar, sizlarning shu maktabga yangi imoratda gelip şimdi tedbirni birinchi o'tirayotganlaringiz bilan tabriklayman. Hammangizni ishlaringizda omad, muvaffaqiyat tilayman. Xudoyim shu maktablarda ko'p yillar shunday o'quvchilarga bilim berib, ilm berib, tarbiyali etib, oliy ma'lumotlar deb vatanimizga, xalqimizga, elimiz, yurtimizga, ota-onalarına bir sodiq xizmat etadigan farzandlar bo'lib yetishishlarini tilakdoshman. Sizlarning ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Şu farzandlarimizdan sizlarning hammangizni tabriklayman. Şu xayr birinchi ustozim degan tadbirlar bilan tabriklayman. Yine boshlang'ich sinflarni yaxshi tamomlab, yakunlab, yilning yakuni bo'ldi. Har yil shu O'zbekistonimizda 25-mayni tadbirlar o'tirib, nishonlab o'tiladi. Yine ilk qadamni yuqori sinflarga qo'yib, 1-sentyabrdan o'qishni boshlasangiz, hammangizni tabriklayman. Xudoyim shu bir oliy ma'lumotli bo'lib, 11-sinfni yaxshi, tartibli, odobli bo'lib, ilmli bo'lib, bolalar, qizlar bo'lib tamomlab, shu o'qituvchilaringizni, ota-onangizni yuzini yorug' etib, oliy ta'limlarda o'qib, Xudoyim shu kasblarni, yaxshi kasblarni egallab yurishlaringizni tilakdoshman. Shu o'qituvchilaringizni maktabni bitirib, institutlarga kirgandan chaqirib, hurmat etib, mening bu ustozim edi deb yursangiz, ustozlaringiz ham quvonadilar. Chelli yaxshi narsangiz sizlar hamma o'qituvchilar sizlarni o'zini farzandi deb tarbiyalaydilar-da. Shu o'zini farzandlari deb ko'radi. Aytib o'tiribdi o'qituvchilaringiz birinchi ustozingiz ekan, ana shu aqtiklarim bilan dengidi. To'g'ri, shu o'zining farzandlari qatori hamma o'quvchilarni ilmli, manfaatli etib, ana yaxshi yerlarda ishlab, har bir kasbning egasi bo'lib yuribdi shu o'quvchilar. Xudoyim bularning shuningdek bo'lsin sayyorar. İşleringizde omad, natijaning ham, yaxshi kunning ham shu tadbirlarni uyushtirib, shunday o'tirib turganlaringiz uchun hammangizga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz ota-onalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ishlaringizda omad, yaxshi ishlarni ishlab, davom ettirib yurishlaringizga tilakdoshman. Xudoyim shu aqtib, cho'liqlaringizni rohatini ko'rib, shu hajlara borib, hajmama bo'lib yurishlaringizga tilakdoshman. Hammangizni sayyorar. Nergize, yaxshi gül balam sana rahmet. Ota-onalar, sizlar ham hammangizni shu farzandlaringizning kamolini ko'rishni Alloh muyassar etsin. Yaxshi kasblarni egalari bo'lsin. Shularni ko'rib ko'zingiz quvonib yursin. Mening balam ishimdek, mening qizim shuningdek bo'ldi. Ishimdek deb shu o'qituvchilarim bo'lib aziz bo'lib yursinlar-da. Endi ustoz otamdan ulug' deb aytadilar, baribir shu ustozlarni hurmat etishim, shu ota-onalar sizlar ham borliq bo'ladi-da bolaning tarbiyasida. Shu ota-onam maktabda ozgina 6 soat darsda bo'lib o'tadigan bo'lsa, u 18 soatda sizlarning o'zingizning qo'lingizda bo'ladi bu narsa. Shuning uchun uyda ham shu ustozlarga ko'makdosh bo'lib, tartib berib, tarbiya, odobli etib tarbiyalashlar, bularga ko'makdosh bo'lsangiz, farzandlaringizning orqasidan sizlar ham shularning kamolini ko'rasizlar. Xudoyim hamisha hamma sog' bo'lib, shularning kamolini ko'rib yurgizsizlar. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yana bir omad ishlaringizda muvaffaqiyat. Xudoyim shu maktablarda yaxshi ilmli, bilimli bolalarni o'qitib chiqaravergizsizlar. Endi esa navbatni bolajonlarimizning sevimli ustozi tadbirni tashkil qilishda o'zlariga qiyin operatsiya bo'lsa ham bir shu o'quvchilarni da qiyin ishga chiqdilar. Bir matonatni talab etadi deb o'ylayman. Hech kimga ishonmayman, bolalarni o'zlari tayyorlab shu holatga keltirguncha ancha mehnat qilindi bu joyda. Shunday qilib sinf rahbari hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, sen hammangizni shu farzandlaringizni bu xayr birinchi ustozning tadbirlari bilan tabriklayman. Bu tadbirni o'rtaga keltirishni o'zi bo'lmadi. Shu birinchi farzandlaringiz maktabga kelgan paytida o'qish, yozishni, o'zini tutishni, qanday yurishni hech narsani bilmas edi. Shu farzandlaringiz maktabga kelib, bugungi kunda o'qish, yozishni, hamma narsani o'rganib, Xudo xolasa endi
ve 4. sınıfını tüketip starşi klaslara, katta sınıflara çıkadan buldular. Bu oquvchilarimizning shunday bilimdan, aqlli bo'lishlarına qarshi ikki qo'ldan chiqar deydi. Birinchi o'rinda avvalambor sayra ustozlari 1-sinfda qabul qilib, ikkalamiz dengayishib bu bolalarni o'qitib, 2 klassga bo'lib, hozirgina 2 klass qilib o'qityapmiz, bu klass qilib. Sayra ustozimiz ham rahmat katta. Bizga ushlab yozishni, o'qishni 1-sinfdan boshlab qabul qilib olgan. Bereket tapın, balalarınızın rahatını görürseniz. Endi bu yana bulan o'quvchilarimizni yaxshi baholara o'qib, kelgusida o'qishlarga girishlarini Xudo xolasa 10-sinfni, 11-sinfni bitirgunchasina deyin qattiq yordam berishlaringizni so'rayman. O'qishlarga girib, oliy o'qishlarga girib, maktabni tamomlab ustozlarimdek, shu Muhabbat opam aytganlarimdek aqlli, o'qimishli farzand bo'lib yetishsalar, hammamizni baxtimiz. Men bularni ko'rib, biza hammamiz shu farzandlarimiz aqlli, o'qimishli farzand bo'lib yetishsa, hammamiz sevinamiz. O'qishlarga kirishini bemalol katta yordam berasizlar, Xudo xolasa. Sen o kadar yanımda yokken, bu benim
tengdoshlarimizdan namuna bo'lganligingiz uchun maktabimiz administratsiyasi tomonidan sizlar o'quvchilari maktabda maqtov yorlig'i topshirildi ekan. Qani shuni topshiramiz. Ulug'bek va Jasmina. Ustoz otangday ulug' deydi dono xalqimiz. Ustoz ham ota yolliq, asli shunda baxtimiz. Sizdan olib o'gitlar, kamol topdim, baxt topdim. Rahmat sizga bog'bonim, chaman bo'ldim, gul bo'ldim. Ustozlarim, ustozlarim, sizga ta'zim. Ustozlarim, 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 sizga ta'zim. Olqishlaring avjida, ko'kka uchma birodar. Sening mag'rur qaddingda ustozlarning haqqi bor. Onangdayin mehribon, atrofingda parvona. Otangday balagardon, u ham ota, ham ona. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan, ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk o'zingizdan, ustozlar. Ustozlarim, ustozlarim, sizga ta'zim. Ustozlarim, 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 sizga ta'zim. Ustozlarim, ustozlarim.